Assalomu alaykum. Hamma biladigan Kriti bozor ro'parasidagi chiroyli domdan 8 qavatli domimizning 6-qavatidan 2 xonalik 55 metr kvadrat xonalari alohida bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Uyimizning zal qismida biz chiroyli aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan, pardalargacha ildirilgan zalimiz qandalargacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Zalimiz uzunligi 6, eniga 380. Bu tomonda uyimizning spalnya qismi plus balkonchasi bilan birga kattagina spalnyasi, eshiklari Hightech MDF eshiklardan iborat ekan. Uyimiz sanuzul razdelli holatda, vanna xona qismi suvni bosimini yetkazib beradigan shimga moslamasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu tomonda esa hojatxonamiz qismi. Uyimizning asosiy oshxona qismiga keldik. Oshxonasi mana kacholar o'rnatib qo'yilgan, stiralkasi, gaz plita, vichkasigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Uyimiz tayyor holatda kirib yashaladigan kvartira. Sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Narxi 51.900 dollar. Ozroq summada kelishib arzon qilib beriladi. 6-qavat, 2 xonalik kvartira, 8 qavatli dom, Kriti bozor yonida.